Baş he. Oğlan mı he? Her çoğdu Hasan'ni. Çıktı yüzleri. Hepip çıktı Hasan'ni. Karıkı boldu kendiri. Dadam diyxan ya deriydi. Men erkeskipçi. Ani karan etizlikta ketmennin kiçi. Haga şim qo'shilsa Hashim bo'ladi. He a ha she i shi me shim Hashim. Huga run qo'shilsa Hurun bo'ladi. He u hu re o ru ne run Hurun. Mehqa man qo'shilsa mehmon bo'ladi. Me e me he meh me a ma ne man mehmon. Baga har qo'shilsa bahar bo'ladi. Be a ba he a ha re har bahar. Mehqa nat qo'shilsa mehnat bo'ladi. Me e me he meh ne ana tenat mehnat. He a ha se a sa ne san Hasan. He ü hü se a sa ne san Hüsen. He a ha re a ra hara. Ta re te tar te iti tarti. Hasan Hüsen hara tarti. Qo'shkezakning bir kuni. Bizda mundaq bir maqol bor. Ajr qilsang mehnat topasan. Balarim, ishchan, chidamli bo'linglar. Hargiz o'rin bo'lib qolmanglar, harakatda barkat. Bu jafo chekmay halovat ko'ngil bo'lmaydiganligini bildirdi. Dada, nasihatingizni cho'qim esimizda saqlaymiz. Dada, u yerga qachon yetib bormiz? Hozirla. Balarim, tez ishlanglar. Yana texe bu yog'ochlarni uyga opirdigan gap. Cho'qim bo'la, aka, men de yurib ketdim. Men bugun bolalar bilan daryo bo'yida o'ynamoqchi edim. Hey, bu bolangizda qachon bu gap anglar? Balarim, uyga borgandan keyin ozroq dam olib, hisobdan bergan topshiriqlarni ishlayveringlar. Yog'ochlarni kashda uyga akilib olamiz. Bo'ladi, dada. Oy, o'ynab oladigan bo'ldim. Qani, ağaç o'tiringlar. Hanifa, ağaç o'tiring. Dada, siz uyga kirsizlar, uyda mehmon bor. Har as Hasan bilan Husan ko'rinmaydi-ku. Ular qiladigan ozroq ish bor edi. Hasan bilan Husan har tatib yerib ketdi. Ular birdan aram elib olsin. Halqonlar tushib qolay debdi. O'ngshi bilinglar. Abba! Abba! Hamcha qoldi. Har bajayda o'ynamasang bo'lmamdi. Qayerda o'ynagansan? Qo'yilda o'ynayotgandim. Bilmay qopdim men. O yerda har o'zi borgan birdan dilim meni qorishib oldi. Har chaqqa yerlarga malham surib qo'yay. 1-2 kunda o'ngshilib qolasan. Bundan keyin har bajayga hargiz borma. Har qanday qishda akangdan o'rgangina bo'laman.